Ha, tanishinglar, bu sizlarni yangi enagaylar. Хорошо. Bolalarga qara olasizmi o'zi? Конечно, Londonda o'qiganman, vысококвалифицированный psixologman, bolalar bilan juda zo'r kelishaman. Men bu narsa menga kerak emas, deyapman, erkak kishiman men. Еще как керек, кричкариga. U san siromon, u sendan katta yoshim. Bizani poдружкамsan-u, yaxshi kir. Ey Alloh. Men bu hali it bo'ladi. It bo'ladi, bo'lmayman, it oshirib yordilaring o'sha, bo'zing bo'ldi, ha? Bo'lasa, oyimga et beraman. Qutqarmasanglar bo'lmaydi. Bog'ramon 55 kun hisobot. Iltimos yordam beringlar. Ha, shu ekansan deb bu yoqqa chiq. Aytdim-ku senga Fotima, pushtirang zo'rda. Ko'k, вообще чётко. Давайте с блестками, нет? О, давайте. Давай. Qo'y bor iltimos. Chiqatga ketmaysiz. Hali ko'p o'yin o'ynaymiz. Xotin, ishdaman deyapman senga. Bezovta qurmagin, iltimos. Seriozli joyda ishlayman, bilasan. Bezovta qilmagin, bo'ldi, gaplashamiz, bo'pti, xo'p. Qaramayman bularga, odam o'rnida ko'rmadi. Shohruz aka, menga qarang, men sizga savol beraman-ku. Onlayn bo'lsangiz ham uncha javob berishingiz qiyin. Birinchi bo'lib men bergan savolingni tushunishim kerak. Savolingni tushunishim uchun men savolingni analiz qilishni boshlayman. Analiz qilib bo'lganimdan keyin savolingni tushunganim to'g'risida amin bo'lishim kerak. Amin bo'lganimdan keyin men savolingda podvox bormi yo'qmi o'shani qidirishni boshlayman. Podvox topganimdan keyin, shtob ertasi kuni urushib qolmasligimiz uchun chiroyli so'zlarni qidirishni boshlayman. Chiroyli so'zlarni topganimdan keyin senga sekin javob beraman. Javob berib bo'lgandan keyin 2 kun, 3 kun ko'nglim g'ash bo'lib yuradi, chunki bergan javobimga seni atveting bo'ladi. Oyi, biza sindoshlar bilan toqqa chiqotuvdi, yengil kutib olgani, oyligimdan 150 ming so'm ishlatib tursam bo'ladimi? Qo'rqmami to'g'ri? Uyga tezkor. Xo'p. Sen haligacha o'yindan puling so'rab ishlatasanmi, dumbil? Oy ruxsat bermasa dam olish tatiydimi? Jigar. 30 ga kiryapsan, o'yin. Bile. Shohruz aka! O'labni. Mana uydagilar soat 10 gacha ruxsat berdi. Endi men saqlaylaramiz. Qolgan ishlarga ulguramiz. Menimcha ulgurmasa o kerak. Voy nimaga? Mana oyimlar soat 6 gacha ruxsat berdilar-da, prosta. 6 gacha? Men qiz bola bilan 10 gacha ruxsat. Lo'qmisiz, menga qarang. Uydagilarni hurmat qilaman. Shohruz, telefonni nima olmaysan? Yur to'yimga taklifnoma bilan tarqatib kelaylik. Yo, menimcha chiqa olmasam kerak. Oyim ruxsat bermaydilar, boya ham urushib berdilar-da, prosta. 30 ga kirding Shohruz. Nima gap? Senga seriozli gapim bor. Xo'p. Joningga tegmadimi shunaqa yashash? Menga qaragin. 30 ga kiryapsan, unda o'g'il bola deganni o'zini fikr bo'lish kerak-ku, miyasida o'zi qaror qila olish kerak-ku. Menga baribir ertaga uylanganingdan keyin qiynalasan. To'g'ri, onani hurmat qilganing yaxshi. Men o'zingni fikring bo'lsin, o'rtoq. Endi ertangdan bu nima bo'lib qolsa o'zim kechira olmayman-da, ona mo'tabar-ku. Sen tushunasan bu narsani. Alo. Kimdan so'rab chiqding ko'chaga? Padaringga qusur. Tezga kir. Xo'p. Davay, bor, davay. Kunda dalada. O, to'xtasang-chi. Nima? Seni sevaman deyapman, o. Yo'q, ishonmayman. Sen bu ikkita farzandim bor. O, meni sevgimga hech narsa to'sqinlik qila olmaydi, Lucy. Yo'q. Olib ket shu Amerikaga, iltimos. Sizga nima bor Amerikada? Amerikada jahon chempionati bo'pti-yu. Ustoz, men ingliz tilini tez o'rganishim kerak, iloji bormi? Ilojisi bor, lekin nimaga unaqa so'rashing kerak? Tasavvur qiling, Amerikaning Houston ko'chalarida aylanib yurganimda, tam kofe ichaman deb qolib, restoranga kirsam, ofitsiantga qarab, I want to eat demayman-u. O, to'g'ri gapirding, xuddi shunaqa bo'ladi. Seriously? I'm Englishman, let's go, brother. O qayerga ketyapsan? Chemodanni ol bu yoqqa. Amerika ketyapman jahon chempionatini ko'rishga, futbolga. O, qanaqasiga? Oddiy Click Super App ilovasida Click Chempion aksiyasi ketayotgan ekan. Bu Click Super App ilovasidagi kichkina penalti o'yini. Ya'ni sen o'tda bitta gol ursang, rozыгрышda qatnashish uchun bitta imkoniyat degan. Har kuni bittadan tekinga zarba berishadi. Qo'shimcha zarba uchun 50 ming so'mlik to'lov yoki perevod amalga oshirishing kerak bo'ladi. Asosiy sovg'ani eshit. 2026-yil jahon chempionatidagi O'zbekiston va Portugaliya o'yiniga 5 ta yo'l
yo'llanma. Aksiyadan 13-aprelgacha foydalan olgin. Okey. Voy, nima qilyapsan sen? Yo'q, qara, men senga hozir hammasini tushuntirib beraman. Hop. Chemodaningga sig'dimmi? Hop. Naryoqdan ham o'tib ketaman bo'ldi. Sen chemodanni yutib oladimi? Kasbga miyat ishlab. Nima xohlayapsan? O, sen meni opamsan, sen meni g'urrimsan. Storiesingdagi gulni kim berdi? Ishing bo'lmasdi meni hayotim bilan. Hali topaman, ko'rasan. Soat 8 bo'ldi, qayerda yuribsan? Darsim bor edi. И вообще meni hayotimga aralashma. O, kakaralashmayman, opam bo'lasan. No, qara savolimga. Hey! Hey, nima baqiryapsan opangga? Voy, eshitmaysanmi nima baqiryapsan opangga? Ben opam savolimga javob bermay, 8 bo'ldi, qayerda yuribdi? Shunaqa bo'ldimi, qizim? Ha, dajon menga baqiryapti. Nima baqirdi O, opangga? baqirganim savol. Nimaga baqirasan opangga? Nimaga? Odamga o'tirmasanmisan? Adam uxladilarmi? Da, uxladi. Ha, men bolalar chaqiryapti ko'chaga, shuni chiqib kelib, prikrivat qilib tur по-bratski. Qonni ochdimi? Da, qayerdan bilding? Papa Johnston, kruassan pizzalari. Vau, bunga qayerdan olding pulni? Uzumini yeginu, bog'ini surishtirma. Prikrivaj soldat. Obbo, jonga tegdilaring, ushurib jib tur. Hey! Ada, u meni kiyimimni yechib bersam. Uni kiyimimi? Ada bilasiz, oyim Turkiyada menga olib kelib berganlar. Yech. Voy, adasiga qo'l ko'tardimi? Qo'shnilar chiqinglar. Boqmadan qoladi. Place, когда лог, тем